Assalom ona zamin, assalomu alaykum qadrdon, mehribon, har doim shu xushodon bo'lgan hazrati insonlar, omonmisiz, bormisiz, sog' va salomatmisiz? Allohga shukr. Hech qachon kasal bo'lmang, sog' salomat bo'lsangiz bo'lgani. Demak, siz Mahalla telekanali oqshomlar ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Biz xonadoningiz mehmonimiz. Albatta, assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarimiz, qardosh va qondoshlarimiz. Yana bir go'zal oqshomda sizlar bilan oqshomlar dasturida ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, Turkmaniston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Nuriddin Sattorov. Marhamat. Marhamat. Ofarin, xush kelibsiz, ko'rib xursand bo'ldik. Omonmisiz Nuriddin aka? Xush kelibsiz. Xayrli oqshom. Sizga ajratilgan kursini egallashingiz mumkin va shu o'rinda bizni tomosha qilib turgan barcha muxlislarga o'zingizni salomlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum deyazim geliye. Turkmenistondan O'zbekistonga ko'p salomlar getirdim. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Ana salomat bo'ling. O'zbek san'atkorlarining ijrolaridan ham biror bir o'zingiz yoqtirgan ustoz san'atkorlarni, o'zbek ustoz san'atkorlarni ijodidan bir shingil aytib bering. Bir shingil. Endi qiynuramiz, bilib qoldik. Endi o'zim ustozim Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatganmiz. Karim aka Rahmatovning ashullalaridan. Sho'xidanmi yo eshitadigandanmi? Bir shingil aytsangiz, men sizga savolim bor edi. Bo'ldi. Karim aka ustoz borasida albatta. Re minor bering. Usul kerak emas usul. Oqizib yog' göz yoshingni, Allah sinar bardoshingni, botirsa ham quyoshingni, sabr shukronadan geçma. Bir söz dilni obod etar, bir söz dilni barbod etar. Ko'ngil barib ko'ngil ketar, ko'ngil vayronadan geçma. Ko'ngil barib ko'ngil ketar, ko'ngil vayronadan geçma. Salomat bo'linglar. Bor bo'ling. Haqiqatan ham nima deydi? Ustozlarning duosini olgan insonsiz. Hozir tarona aytayotganingizda ham biz Farhod bilan bir-birimizga qarab qo'ydik. O'sha qaysidir ma'noda Og'abekning nafaslari ham, qochirimlari yo'nalishi ham sizda bor ekan. Juda ham kuzatib, yaxshi ko'rib, menimcha ixlos qilgansiz, ha? Endi ustozim Karimbay aka Rahmonov o'zi asli Tashovuzlik, ko'p aytgan turkmanistonlik. Keyin erta nimalarda Xorazmga kelib o'qib sho'rlik olib qolganda. Uni hamma biladi, ko'p aytgan. Karimboy aka bilan ustoz bilan tanishish qanday bo'lgan? Tanishish endi o'zi aslida otam rahmatlining sinfdoshi. Bir mahalladanmiz ustoz bilan. Bir mahalladanmiz. Joni sog' bo'lsin. Keyin to'ylarda, Toshxo'zga borganda, tadbirlarda ko'rishib shunaqa. Keyin uyga taklif qilganman. Duolarni olganman bir nechta marta. Taklif qilsangizlar. Bu yaxshilikka Nuriddin aka albatta hali yana kelasiz va albatta mana shunday bir-biridan qiziqarli taronalar taqdim etasiz degan bir reja bor edi. O'shanga bo'lsa kerak. To'g'rimi Nigoraxon? Balki ustozim bilan birga kelarmiz. Albatta. Bizni ham taklifimiz shunday. Karimboy aka bilan kelib ustozni yana ham xursand qilgan bo'lardingiz. Hozirgi tarona ham aynan ismlari ham bor ekan bu yerda. Ismlar ham bor. E'tibor berdik. Demak, barcha ustozlar bu ashullar o'zi shuni aytib o'tishim kerak. Asilbekjon. Nima ko'rmang yana? Ustoz 1998-yilda 40 yoshlari yubileyida Toshxovuzlik xonanda Mas'ud og'a Otaxonov deb shoirlari bor ustozning. Olim To'rayev deb shoir akalarimiz o'tib ketgan. Shuni so'ziga Mas'ud Otaxonov musiqasi bilan kuylanish kerak bo'lgan. Xorazmga kelib, keyin navbat yetmaganmi, nimami? Kuylay olmagan. Sababi u vaqt 98-yilda 1998-yilda ustozlarimiz ham tirikdi, joylari jannatdan bo'lsin. Shunga nima bo'lib, keyin Toshxovuzga borganda kuylab bergan. Keyin bir shu vaqtlari bir erta 2000-yillar, 98-yillar bir nima bo'lib oldi, o'q zo'r ashula deb keyin aytilmay qo'ydi. Aytilmay qo'ydi. O'z ashulama emas bu.
shuni aytib o'ting. Keyin xafa bo'lib o'tirmasin ko'rib. Men shularni o'zlaridan ruxsat so'raganman. Maqsud degan ruxsat so'rab aytganman. Keyin ruxsat bergan. Keyin ustoz borganda bir chiroyli qilib bir tadbirda kuylab berdim. Xursand bo'lgan. Xursand bo'ldi. Xush ovozli Karim Rahmon degan yerni eshitib kulib yuborgan. Xursand bo'lib, albatta xursand bo'ladi. Aynan ismi shariflari yangragandan so'ng har bir ustoz xursand bo'ladi. Bundan shod bo'lishlari kerak. Ilohim joni sog' bo'lsin hamma ustozlarimiz ham. Albatta. Men umrlari uzoq bo'lsin. Fikrimni o'qidingiz, haqiqatan ham ustozlarning joni sog' bo'lsin. Mana shunday shogirdlar tayyorlashda hech qachon charchamasin. Endi bizda ayni mana shu oqshomlar ko'rsatuvida yaxshi bir imkoniyat bor-da. Fursatdan foydalanib butun dunyo ko'radi desam xato bo'lmaydi. Endi O'rta Osiyoni inobatga olib aytayapman. Bemalol ustozlarga o'zingizni minnatdorchiligingizni, rahmatingizni mana shu qo'shig'ingiz orqali, ya'ni ustozlarga atalgan taronangiz bor ekan, shu orqali bemalol Karim aka Rahmonovga atalgan taqdim etishingiz mumkin. Marhamat. Bir emas, juft taron taqdim etamiz. Marhamat. Salomat bo'ling. Rahmat. Sanat ko'rki kuy va qo'shiq, qo'shiqlarga dillar oshiq. Sanat ko'rki kuy va qo'shiq, qo'shiqlarga dillar oshiq. Kuylagan el madhin jo'shib, ustozim amon bo'lg'ay. Xonadonim nurga to'lg'ay. Kuylagan el madhin jo'shib, ustozim amon bo'lg'ay. Xonadonim nurga to'lg'ay. Muxlis ko'p to'y bazimda, tashavuzi Xorazmda. Muxlis ko'p to'y bazimda, tashavuzi Xorazmda. Vardır köy sazında ustazım aman bo'lg'ay. Xonadoni nurga to'lg'ay. Sehri vardır köy sazında ustazım aman bo'lg'ay. Xonadoni nurga to'lg'ay. Ustaz babam rahat tilab parvoz. Kamil jonni atab ustaz babam rahat tilab parvoz. Allah bergan dil xush ovoz ustozim aman bo'lg'ay. Xonadoni nurga to'lg'ay. Allah bergan dil xush ovoz ustozim aman bo'lg'ay. Xonadoni nurga to'lg'ay. Qo'shiqlari ilhom bergan, kuylab bilan maftun qilgan.
Kerim Rahman ustozim aman bo'lg'ay xonadonim nurga to'lg'ay xush ovozli Kerim Rahman ustozim aman bo'lg'ay xonadonim nurga to'lg'ay ustozim aman bo'lg'ay xonadonim nurga to'lg'ay ustozim aman bo'lg'ay. Akça bugün tende canım çıkmazdan cananı getir. Akça bugün tende canım çıkmazdan cananı getir. Müsrilini Yusuf kimin şol bende zindanı getir. Müsrilini Yusuf kimin şol bende zindanı getir. Şol bende zindanı getir. Rahat verip mühlet alan Bizim bilin vada kılan Rahat verip mühlet alan Cepatığın cana salan Kara bağrı kanı getir Cepatığın cana salan Kara bağrı kanı getir Kara bağrı kanı getir Kara bağrı kanı getir. Doyumçam yüzün görüyün barıp garip canı getir. Doyumçam yüzün görüyün barıp garip canı getir. Barıp garip canı getir. Barıp garip canı getir. Şasenemdir kara baktım, yandı kul oldu rakatım. Şasenemdir kara baktım, yandı kul oldu rakatım. Yakın geldi ölür vaktim, derdime dermanı getir. Yakın geldi ölür vaktim, derdime dermanı getir. Derdime dermanı getir. Derdime dermanı getir. Rahmat, salomat bo'ling. Bor bo'ling. Juda ham yoqimli qo'shiq, yoqimli tarona. Eshitgan sari eshitgan keladi.